Aziz do'stlar, sizlarga bir ajoyib bir tabiatdagi bir hodisani ko'rsataman. Sekinroq gapiryapman chunki sal qalinroq o'rmon tog' ichidagi salgina o'rmonga o'xshagan joydaman. Ahamiyat beringlar. Kremskiy sasniga kelgan ekan, shunaqa baland joyga. Qaranglar. Har xil yungli. Ko'rasizlar? Bu cho'chqaniki asosan kaban mana. Yunglarni ko'rasizlarmi? Mana. Ilinib qolgan, qattiq leskadagi ishqalanadi, tirnaydi. Ayiqlar, kabanlar loy bo'lib ketgan. Bu kaban, ya'ni yovvoyi to'ng'iz, cho'chqa. Chunki loyligidan bilsa bo'ladi ustini. Mana loy shuvab tashagan polni. Endi ketganda mana qaranglar, yana kelganda mana Mahmudga ham ishqalangan. Ko'rasizlar? Mana o'zi terisi mana bunaqa bo'ladi. Mana daraxti ko'rasizlar, mana po'stloq. Bu yoqda po'stloq yo'q. Mana silliq bo'lib ketgan. Mana yana yunga. Ko'rdinglar? Yovvoyi to'ng'izlar ishqalanib aylanib ashitda qashingan. Bu o'rmon ichiga yursa, bunaqa hodisani ketma-ket ko'rsa bo'ladi. O, daryoda yana bitta mana. Xuddi shunaqa. Ehtiyot bo'lib yuramiz. Endi ayiq ham bu ishni qiladi, ayiq endi bu pastlik qiladi. Ayiqga balon bo'lish kerak. Mana yana ko'rdingmi? Ishqalanib, mana hattoki yulgan, tirnagan. Bu ham belgi qo'yish, ham qashinish. Hayvonlar juda ko'p hayvonlar. Qashnaqa o'zi mana yunglar qotib qolgan mana leska. Mana tirnoq izlari ko'rasizlar? Shuning uchun ehtiyot bo'lib yurganimiz ma'qul. Chunki hozir mana ichkari qarinlashib ketaveradi. Fikringlarni kommentariyaga yozib, bundan ham qiziqarli videolar, tabiat hodisalari, chiroyli joylar, sharshara, ko'l, manzara, hayvonot dunyosi, umuman tabiatga oid nima qiziqtirsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Sizlarni qo'llab-quvvatlash juda ham muhim. Sizlar qancha qo'llab-quvvatlasanglar, bizga shunchalik sifatli lavhalar chiqarishimiz imkoniyati paydo bo'ladi. Rahmat.